Eniga 1, 2, 3, 4, 5 yarim bunaqasiga bo'ladigan bo'lsa 50 yo 55 metr xuddi mashina qilib naves qilib berishgan. Bu tomon 5,5 metr bo'lgan, uzuni do'stlar 15 metr. Bu tomon 3 metrligi bo'lgan. Mana xudo xolasa uyda egasini do'stlar mana shotilarni ham svarka qilib berishadi, besplatni. Mana do'stlar tevasiga mana reka qilib ishlatilgan profillari kraskalangan holda. Bu tomoni ham bo'lib ketyapti mana. Xullas aylanasiga uyda shunchalik naves qildiradigan bo'lsangiz, nech puldan tushadi do'stlar? Bu xonadonga 350 ming so'mdan hamma rasxotini ichida qilib berishadigan mashinlar so'rtay bo'lgan ekan. So'rtayni ham do'stlar bir xilda qilib mana mencha stoykalarni bir xilda qilib qo'yishib turib, aylanasiga yo'l berishdi, bu tomon tunikasini yo'l berishgan. 350 ming ichida usta haqqi xomashyo, fanera, falga 04 qanidagi tunika xullas hamma yo'g'i kirib ketadi. Mana lesa, pesa, svarka, balgarga hamma yo'g'i o'zidan. O'zbekistonda 12 ta bo'ladigan shumchaliklar 350 dan boshlanadi, Lexanliklar 450 dan. Pastiga nomer qo'ydim, aloqaga chiqavering, ustalarni qilgan ishiga bitta like bosib qo'yasiz. Voy meni.